Hozir malaka oshirish guruhimizga sertifikatlarni topshiramiz. O'zingizlar g'alati Xo'p. Ra'no xonimga diplom topshiramiz. Xavfsizliklar bo'lsin. Homilador bo'lsa ham kelib o'qidilar, 3-farzandlarini kutadilar. Eslama bag'ringizga bosib oling, Xudo xolisa xayrli bo'lsin. Keyingi diplomimizni Boltayeva Shohista xonimga. Xayrli bo'lsin Shohista. Rahmat, charchamang. Kelib turinglar. Xursand bo'ling. Sog' bo'ling, bilimlaringizda. Rahmat. Bizda mana dokumentalniy diplom, qog'ozda emas, pechatni, hamma narsasi dokumentalniy. Demak, bu degani xohlagan o'sha ishxonalarga borib ko'rsatsanglar, dokumentalniy ishga kira olasizlar. Mana qizil diplom. Mana o'tish yo'lagimdan Ra'noxon bilan o'tib ketyapmiz. Zakat ko'rinyapti. Ertaga kim xohlasa 3 ta odamni bitiruvimizga taklif qilamiz. Tashqaridan qiziqqanlar bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qilavringlar, chaqiramiz, lokatsiya tashlaymiz. Bemalol kelaverasizlar. Kirish tekin, oldindan aytib qo'y. Faqat 3 ta, maksimum 4 ta odamni taklif qilamiz. Kelaverasizlar. Hozir bitiruvga tayyorgarlik. Hozir pastga tushamiz, ko'rsataman sizlarga. Tayyorgarliklar avjida. Mana Ra'noxon. Sekin tushing, jonim. Birdaniga mana 2,5 ta tish olindi. Gulrayhon. Necha yilgi stomatologim Aliyor akam. Voy, ana o'yinchoq ham bormi, Aliyor aka? Ana. Men shundoqligimda kelganman sizga. Ana. Kichkinaligimdan qizimni ham olib keldim. Bildingmi tishni olganlarini? Bildingmi? Bilinmadi-ku. Jim yotding-ku. Rahmat, baraka toping. Vau, ana pingvin. Tishini yuvib, aqlli qiz bo'lib yurasan. Rahmat, baraka toping. Katta qiz bo'lgan, xo'pmi? Sog' bo'ling. Mana shunaqa aql tishimni olib qo'yganingizda esingizdan nima deganingiz? Nima degan? Bo'yningizga ilib yuring. Bo'yningizga ilib oling, bo'rini tishiga. Ayslarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tabriklar. Umoganda iliq tilaklar oxiri yo'q, tugamayapti. Boringlarga shukr, rahmat. Bugun уже dam olaman. Ra'noxonni bog'chaga bermadim. Ona bola bir-birimizga to'yib, achumlashib o'tiribmiz ertalabdan beri. Ra'noxon uyqulari kelib qolgan. Uxlamoqchilar. Hammaga rahmat tabriklaganinglar uchun. Xudo xolisa so'raganlar uchun ozgina joylarimiz qoldi. 6-apreldan yangi guruhga start beramiz. Keyingi bitiruvlarimizda xuddi shunaqa ko'tarinki ruhiyat bilan zo'r natijaga erishib, aynan siz chiqishingiz mumkin. Shuning uchun tezroq yozdirilib olinglar. Vaqtlarini so'rab yozdirilsanglar, joy bo'lsa sizlarga javob berishadi ishchilarim. Mana shu nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. Yotoqxonamiz ham bor, buni bilasizlar. Ishxonani o'zida yotoqxona kelaverasizlar.